Rishtonda kvartiralar Qo'qonga, Farg'onaga qaraganda qimmat bo'lib ketdi deganlar uchun maxsus bitta arzon kvartira ko'rsataman. Kuzatinglar, hozir obzorni qilib beraman. Agar narxini arzon aytsam, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi etaj, liftlari bor ishlaydi, lekin sizga lift kerak emas, sababi birinchi etajda. Kirganimizda kenggina koridori bor. Abolaga yopishtirib dahshat qo'yishdi. Bu tomonga yana bitta uzun koridorimiz bor. Bu birinchi xonamiz. Bunisi esa ikkinchi xonamiz. Bunisi esa uchinchi xonamiz. Puli shishkalar, eshitib turinglar. Bu tomondan chiqqanda kuxnyamiz, mebel jihozlarini hammasini qilib beradi. Ustalar hali ham ishlayapti. Radiatorlar qo'yib qishda bu uyimiz isiydi. 100%. Svet suvdan muammosi yo'q. Har doim aytaman, yangi domlarda gaz bo'lmaydi. Chiqamiz, umumiy sanuzlari. Mana ozmosiga ahamiyat bermanglar, ustalar hamma yo'g'ini podключ qilib berishadi. Ulayapti, o'shaning uchun olyapman, srochna sotish kerakligi uchun. Mana sizlarga realniy narx, qimmat deganlar uchun maxsus kvartira. Narxini eshitinglar. 3 xonamiz 26900 $, yana sunnatga o'tib berishadi. Bosinglar, faqat 24 soat reklama kanalida ko'rasiz. Bunaqa 3 xonali 26900 ga. Manzilda eslatib o'taman. Rishtondan Zodiyon ketishda eski mol bozor yonidan yo'lda bo'yidan kirib kelganingizda, mana shu domimizda birinchi etajda 3 xonali kvartiramiz sotilyapti.